O't ko'chirishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Men aqlimga kelgandan tartib diyorimizda kichik buvoq kech tarafda bak ko'p yig'lasa ko'z tegibdi deb o't ko'chiramiz deb bir varaq qog'ozni 11 ga parchalab o't ko'chiradigan odatimiz bor. Mushu o't ko'chirishning hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Yo'ng tilab, tamash terib o't ko'chirish siz savolingizda bayon qilganingizdek diyorimizdagi ko'ni bir odat yoki bir xurofot. Bu odatning islom dini bilan hech qanday munosabati yo'q, balki bu ilgirki ba'zi din e'tiqodlaridan qolgan qoldiq bo'lish ehtimolligi cho'ng. Hükmiga kelsak, bu ishlarni qilish harom bo'lib, e'tiqodiy jihatdan shirik e'tiqodga chetilib, tavhid aqidasiga taqishadigan, islomdan g'ayri bir dinga, yot e'tiqodga bog'langan bir ish bo'ladi. Shunga bunda xurofotliklardan saqlanish zarur. Amaliyotda bolaning ko'p yig'lishi ma'lum kasallikdan yoki bir yeri og'riganlikdan bo'lishi mumkin. Shunga bolani doktorga ko'rsatish bilan birga panohlik tilash oyat duolarini o'qib, o'rib qo'ysa, bir narsaga o'qib damida qilib bersa bo'ladi. Bu oyat duolar damida qilish to'g'risidagi fatvoda bayon qilingan. Ko'z tegish dinimizda Allohning o'rinlashtirishi bilan ta'sir ko'rsatadigan bir haqiqat deb qaraladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'z tegish rost bar ish degan va badanga gul chaqtirishdan to'sqan. Yana bir hadisda Ibn Abbos radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'z tegish haqiqatdir. Navoda qadarning oldiga o'tib ketadigan biror narsa bo'lsa edi, albatta ko'z o'tib ketgan bo'ladi. Sizlardan g'usl qilib berish talab qilinsa, g'usl qilib beringlar degan. Bu hadisga asosan ko'zi tekkan, ko'zi yomon kishi bilinsa, uningdan g'usl qilib berish talab qilinadi. G'usl qilingan bu suv ko'z tekkan kishiga quyiladi. Demak, shariatimiz ko'z tegishdan saqlanish uchun atigan oqshomda duo va zikrlarni o'qib turishni, shundaqla ko'z tekkan ahvolda uning aziyatidan saqlanish uchun qanday qilish kerakligini ko'rsatib qo'ygan. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 19-numurliq fatvo.